o'z maktabin yaratgan ustoz. Inson hayotini bejizga oqar daryoga qiyoslamaydilar. Qaytarilmas umrning har bir fursatini g'animat bilgan, uning har bir lahzasini xayrli ishlar bilan boyitgan insongina haqiqiy baxtiyor hisoblanadi. Ushbu film o'z hayotini ilm-fan taraqqiyotiga baxshida etgan, o'z umrining daryosini ummonga aylantira olgan, ilm-ma'rifat maydonida o'chmas iz qoldirib, chinakam baxtli hayot kechirgan ustoz, sharqshunos olim Boqijon Zokirovich Xolidovning porloq xotirasiga bag'ishlanadi. Filologiya fanlari nomzodi dotsent Boqijon Zokirovich Xolidov 20-asrning boshlarida Markaziy Osiyo sharqshunoslik sohasining rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan, O'zbekistonda arabshunoslik, eronshunoslik yo'nalishidagi kadrlarni tayyorlash borasida salmoqli mehnat qilgan, butun umrini fan va ta'limga bag'ishlagan fidoyi ustoz va yetuk olim sifatida tarixga muhrlandi. Olim 1905-yilning 9-mart kuni Tatariston Respublikasining Buinsk rayoni yaqinidagi qishloqda dehqon oilasida dunyoga keldi. Oradan 1 yil o'tib, uning otasi dunyoni tark etadi. Bo'lajak olimning ta'lim va tarbiyasi bilan uning onasi shug'ullanadi. Boshlang'ich ta'limni o'z qishlog'idagi maktabda oldi. Bo'lajak olim arab tilidan ilk saboqlarni aynan o'quvchilik davrida olishga muvaffaq bo'ladi. Boqijon Xolidov maktab ta'limini a'lo darajada o'zlashtirganligi bois undagi bilim olishga bo'lgan intilish 1934-yili Qozon davlat universitetiga yetaklaydi. 1941-yili mazkur universitetning fizika-matematika fakulteti astronomiya bo'limini muvaffaqiyatli tamomlaydi. Aynan shu davr olimning hayotida katta burilish yasaydi. Qozon davlat universiteti bo'lajak olimni yurtimizdagi Toshkent astronomiya observatoriyasiga kichik ilmiy xodim lavozimiga ishga yuboradi. Boqijon Xolidov observatoriyada ishlash bilan birgalikda o'sha paytdagi O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetida astronomiya fanidan ma'ruzalar ham o'qiydi. Biroq bu uzoqqa cho'zilmadi. Tez orada urushning suvronli yillari boshlanadi. 1942-yili Boqijon Xolidov armiyaga chaqiriladi. Dastavval u harbiy xizmatni Eron davlatida sobiq ittifoq qo'shinlari safida harbiy tarjimon sifatida o'taydi. Keyin esa Toshkentdagi Oliy umumqo'shin qo'mondonlik shtabida davom ettiradi. Bo'lajak olimning harbiy xizmati naqd 5 yil muddatga cho'zilib ketadi. Natijada 1947-yili O'rta Osiyo davlat universiteti rahbariyatining aralashuvi bilan Boqijon Xolidov armiyadan chaqirtirib olinadi va Sharq fakultetiga o'qituvchi lavozimiga ishga olinadi. Ammo kutilmaganda olim hayotida ikkinchi burilish yuz beradi. Gap shundaki, Boqijon Xolidov arab, fors, turkman, pushtu hamda qisman urdu tillarini chuqur o'zlashtirgan bo'lsa-da, biroq sharqshunoslik bo'yicha oliy ma'lumot diplomi yo'q edi. Bu esa universitetning Sharq fakultetida kelgusi ish faoliyatini davom ettirishi uchun yuridik to'siq bo'lishi aniq edi. Buni bartaraf etish maqsadida Boqijon Xolidov Sharq fakultetining tavsiyasiga binoan sirtqi bo'limga o'qishga kiradi. 2 yillik intensiv dasturlar asosida o'qishni muvaffaqiyatli tamomlab, tegishli diplomni qo'lga kiritadi.
Ham ishlab, ham o'qish olim uchun oson kechgani yo'q, ammo undagi g'ayrat va shijoat, yuksak matonat, chuqur salohiyat sharqshunoslik olami sari qo'ygan qadamlarini yanada ildamlashtirdi, yanada mustahkamladi. Boqijon Xolidov aynan mana shu dargohda o'z hayotining yangi sahifasini ochadi. U faoliyati davomida ilmiy tadqiqot va izlanishlarni boshlab yuboradi. Sharq tillarini, ayniqsa arab, fors, pushtu tillarini chuqur tadqiq qilishga kirishadi. Natijada 1952-yili zamonaviy pushtu adabiy tilidagi arabiy o'zlashmalar mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini Leningrad davlat universitetida muvaffaqiyatli himoya qiladi. Bir 1953-yili olimga dotsent unvoni beriladi. Shu yildan boshlab Boqijon Xolidov universitetning Eron-Afg'on filologiyasi kafedrasi mudiri lavozimida ishlashni boshlaydi. Bir 1958-yili olim universitet tarixida ilk marotaba arab filologiyasi kafedrasiga asos soladi va vafotiga qadar mazkur kafedraga rahbarlik qiladi. Boqijon Zokirovich Xolidov ulug' allomalarning ilmiy merosini o'rganish va uni xalqimizga taqdim etishdek buyuk maqsadni o'z oldiga qo'yadi. 12-asrda yashab ijod qilgan xorazmlik yirik olim Mahmud Zamaxshariy hayoti va ijodini chuqur o'rganishga kirishadi. Fundamental tadqiqotlarni yaratadi. Uning Al-Jami' fil Lugha asariga yozgan tadqiqi va sharhlari o'zbek arabshunosligi tarixida alohida o'rin tutadi. Bir so'z bilan aytganda, olim Boqijon Xolidov Zamaxshariy merosini o'rganish bo'yicha ilmiy maktabga asos soladi. Afsuski, Zamaxshariy merosini tadqiq etish bo'yicha boshlangan ilmiy tadqiqotlarni o'z yakuniga yetkazish olimga nasib qilmadi. 1968-yilning 23-yanvar kuni ustoz Boqijon Zokirovich Xolidov 63 yoshida bu dunyoni tark etdi. Uning so'nggi manzili Toshkent shahridagi Minor qabristonida mangu qo'nim topdi. Xolidov domladan boshlangan Zamaxshariyni o'rganish keng juda ham kengayib ketgandi. Hozir Abu Haykam aytdilar, mana Nazimxon aka Sharifni, maqomotni ishlaganlar. O'tkir aka Qoriyevni, Asosul Balag'a, Al-Faiq fi G'aribil Hadisni ishlab tugatib 96-yili doktorligini ham yakunlagandilar, lekin himoya qila olmadilar. Endi farzandlarida u tadqiqotlari va keyingi avlod mana Zamaxshariyni boshladi. 80-yilda Mahmud Zamaxshariy to'g'risida ish boshlanganda birgina maqola 65-yili chiqqan, mana shu yerda hozir ko'rsatildi. Mahmud Zamaxshariyning hayoti va ijodi degan to'plamda chiqqan maqola Boqijon Zokirovich Xolidovniki edi. Keyin mana 71-yili Alibey aka, marhum Alibey akaning kitoblari chiqdi. Mana hozir Zamaxshariy bilan shug'ullanadiganlar ko'paydi, lekin hali bu yetarli emas. Men domlani aynan mana shu yo'nalishda ham birinchi bo'lganliklarini ibrat sifatida ko'rsatmoqchi edim, chunki mana bu yerda 429-qo'lyozma mana bu yerda ko'rsatildi. Bu eng qadimiy Toshkentdagi sharqshunoslik institutida saqlanayotgan muqaddima talabalarning qo'lyozmasi. Arabiy forsiy tilda bitilgan. Mana shuni o'rganish bo'yicha boshlagan ishlari bizga ibrat. Umuman yana bir e'tiborli tomoni, u kishi qarang, arabshunos, urdushunos, Eron-Afg'on tillari bo'yicha mutaxassis va bundan tashqari o'zlarining asosiy mutaxassisliklari, biz u paytda bu haqda
to'liq bilmasdik. Fizika, matematika aniq va tabiiy fanlar bo'yicha mutaxassis bo'lib, filologiyaga xizmat qilganliklarini o'zi ham bir ibrat. Bunaqangi domlalarimiz O'zbekistonda bor va mana shularni qatorida biz domlani ham mana bildik. Yaratgan o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Domlani mana bu hozirgi qilgan ishlari juda ham ibratli. Ayniqsa kitoblarni bizning akademiyaga berishlari juda ham xayrli, juda ham foydali va men muxtasar qilgan holda bizning yoshlarimizni mana shu yirik olimlarimizni hayot tajribasidan o'rganishlarini, saboq olishlarini tilab qo'ygan bo'lardim. Ustoz Boqijon Zokirovich Xolidov hayotda juda kamtarin, samimiy, fidoyi, doimo mas'uliyatni his qiladigan, jasoratli, talabchan, oilada esa juda mehribon va g'amxo'r inson sifatida munosib e'tibor qozongan. Olimning shaxsiy fazilatlari haqida uning to'ng'ich o'g'li shunday xotirlaydi. Мой отец, Халидов Баки Закирович, был настоящим ученым. Я не помню времени, когда бы я видел его не сидящим за письменным столом над своими работами. Он все время 24 часа мог работать. В семье он был сдержанный, строгий и воспитывал нас. В семье у меня еще сестра была, очень строгий, но в исключительно уважительном отношении к родителям. Наша семья была очень традиционная. Абсолютно все, даже включая бабушку, очень любили моего отца. Они настолько любили, что у нас не было другого авторитета дома. Даже когда отец скончался, мы очень долгое время, практически каждую неделю посещали кладбище. Мама очень сильно страдала, что вот такой человек ушел, и она его потеряла. Но сам по себе он был очень справедливый, очень любил нас с сестрой, маму любил. То есть семья была очень дружная и бесконфликтная, абсолютно. То есть у нас все было Отец был главный человек, его слово было законом в нашей семье. Я навсегда запомнил слова моего отца о том, что наука и участие в науке требует больших усилий, и особенно привлечения молодежи. Он много работал со студентами, обучал их арабскому языку, тонкостям арабского языка и востоковедению. И он сказал, что наши наследники – это наши ученики и студенты, которые смогут достойно показать свои знания, которые могут достойно изучать сложности, которые мы не успели сделать, которые мы делали. Вот, поэтому он всегда говорил о том, что у него есть разные студенты. Студенты очень старательные, менее старательные, но главное, он видит будущее в тех студентах, которые с удовольствием занимаются сами, их не надо подгонять, они ищут. То есть студенты с чувством перспективы, они хотят изучать вопросы арабистики более глубоким образом. И вот он говорит, я горжусь такими студентами, которые продолжат наше дело. Boqijon Zokirovich Xolidov rahbarlik faoliyati davomida sharqshunoslikning bir qancha sohalari, jumladan arabshunoslik, eronshunoslik yo'nalishidagi sharqshunos kadrlarni tayyorlash tizimini yanada rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shdi. Sharq xalqlari tarixi va madaniyatiga oid ilmiy maqolalar, tarjimaga oid izlanishlar, ilmiy tadqiqotlarni yaratdi. Sohaga oid bir qancha o'quv qo'llanmalar nashr etdi. Bundan tashqari ko'plab izlanuvchilarning ilmiy tadqiqotlariga rahbarlik qildi. Shogirdlarni
yetishtirdi. Bir so'z bilan aytganda, Boqajon Zokirovich Xolidov o'z maktabini yaratgan olim sifatida Markaziy Osiyo sharqshunosligining tarix sahifalariga muhrlandi. Boqajon Xolidov nafaqat yetuk olim, balki mehribon ustoz sifatida o'z shogirdlari tomonidan shunday eslanadi. 1958-yil men Sharq fakultetiga kirganman. 58-yil. O'shandan boshlab tavofatlari 68-yilgacha 10 yil davomida Boki Zokirovichni yaxshi bilaman. Boki Zokirovich shogirdlari bo'lganimdan faxrlanaman. Xorijiy sharq mamlakatlari tarixiy kafedrasi bor edi. Unda Hind, Xitoy, Uyg'ur, boshqa tillarda ochilgan, lekin arab tilida ochilmagandi. Keyin Boki Zokirovich aytganlarki, yo'q, arab tilini ochamiz dedilar, tarix bo'limini. Endi kafedra alohida tuzilgandan keyin 57-yil bir nechta arab guruhlari ochilgan. A, B, B, G, D 5 ta 6 ta. U kishi aytdilarki, Ahajon 5-kursda men bitta o'zim imtihon topshirib yuribman. Dars berasiz. Ya, domla, men hali diplom olmaganman. Men ham 5-kurs dars berganman dedilar. Shu bilan aytdim, diplom olmaganman. Men uchun komissiya tuzishdi. Hali diplom keldilar, davay ya union primu dedilar. Hali domla. Endi ja qattiq odamda endi qo'rqaman u kishidan. Bir yil chet elda bo'lib kelganman. Bir vaqt men 6gachilik qizimda men dedim, tekst o'qiyman dedim. Tekst to'liq o'qiyman, jumla keyin tarjima qilaman, mayli dedilar. Tekst to'liq o'qidim. U kishi tekstni ko'rmaganlar, ko'zlarini yumib o'tirdilar. Bir vaqt turib aytdilarki, mana bu so'zni qanaqa o'qidingiz dedilar. Men dedim, mantiqa deb o'qidim. Misrda mantiqa deydi dedim. Misrda mantiqa deysa, menga Misringizni qo'ying. Adabiy tilda nima deydi? Mintaqa dedim. Keyin mana bu so'zni qanaqa o'qidi ham bir so'zni ko'rsatdilar. Men xatomni tushundim. Ve aytdimki, bunda ikkita yoy turibdi dedim. G'ayyara, tag'yir. Mazdar, ikkinchi bob mazdari. Tag'yir bo'lish kerak. Tag'yir siz men tag'yir deyapsiz. O'zi ikkita yoy turibdi. Siz aqlli bo'lasiz, lekin mahmudagachilik qilmang dedilar. Shuna jim bo'lib qoldim. Endi bahayim go'sayzammi bo'lyapti endi davlat imtihoni. Endi uchimni to'g'ri qo'ysalar kerak edim. Men Lenin stipendiyasi bo'lganman. Hamma 5 bo'lgan, hech to'g'ri bo'lmaganda. Bir vaqt kiring komissiya hal qildi dedilar. Kirsam o'zlari hal qilganlar. Endi arab til kafedrasi obro'li odam shu komissiya rishila stavit bilan 5 dedilar-da. 5 qo'yishdi. Ikkita xatom ko'rmasdan turib, mana bu so'zni qanaqa o'qidingiz deganida. Endi men keyin yana Misrga borganman, elchixonada ishlaganman. Iqtisodiy maslahatchilar, referent tarjimoni bo'lib 66, 67, 69-yillari, 68-yili o'sha yerda yurganimda meni kursdoshlarim xat yozib yuborishdi, Boki Zokirovich olamdan o'tdi. Men xafa bo'ldim. Endi u kishi qattiq, lekin menga 5 qo'yganlari uchun emas. Endi adolatli odamlarda oxiratlari obod bo'lsin. Arab kafedrasiga bu tadbir o'tkazgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Olim Boqajon Zokirovich Xolidovning ilmiy pedagogik faoliyati O'zbekiston sharqshunosligining rivojlanishida alohida o'rin tutadi. Olim arab tilini o'qitish borasida olib borgan uzoq yillik izlanishlari mahsuli sifatida 1965-yili Uchebnik arabskoy языка nomli ilk akademik darsligini yaratadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo mintaqasida birinchilardan bo'lib yaratilgan ushbu darslik o'z davrida arab tilini o'qitish sohasida
sohasida mavjud bo'lgan muammolarga yechim bo'lib xizmat qildi. Darslik o'z davrida olimning ko'p yillik tajribalari asosida juda puxta ishlab chiqilgan bo'lib, undan yetarlicha saboq olgan mutaxassis bo'lib yetishib chiqqan yuzlab arabshunoslar olimning mazkur darsligini alohida qadrlaydilar. Ben 64-yili o'sha paytdagi Toshkent davlat universitetini Sharq fakultetini arab bo'limiga o'qishga kirganda ular bilan suhbatlashganmiz. O'shanda ko'rgandik birinchi marta. Keyin bizga arab filologiyasiga kirish degan ancha murakkab bir predmet bo'lardi. Shuni o'qiganlar. Voqi Zokir Xolidovni gapirganimizda u kishini mana shu hozir sizga ko'rsatilgan darsliklari juda qimmatbaho darslik bo'lgan. Chunki bizning O'zbekistonda chop etilgan birinchi arab tili darsligi mana shu kitob bo'lgan. Undan oldin Moskvada chop etilgan Kovalyev Sharbatov arab tili darsligi bor edi. Endi u kam miqdorda kelgan edi. Kutubxonalardan ham topishga qiyin bo'lgan. Ana endi bu Xolidovning kitoblari chiqqandan keyin talabalarning hammasi shu kitobga o'tib, shu kitobdan arab tilini o'rganib, shuni davom ettirishdi. Endi Xolidovning darsliklarini bitta katta yutug'i bor edi. Bu yutuq shundan iboratki, hamma yozilgan matnlar sof arab manbalaridan olingan edi. Arab manbalaridan olingan matnlarni hammasini darslikka kiritib, shuni darslik qilganlar. Undan oldingi darsliklarda matnlar asosan rus tilida yozilib, tarjima qilinadi, tarjima qilingan matnlar asosida o'rganardik. Endi haqiqiy asl original matnlar qilib bu kitob o'qishini shu kitoblarga kirgan arab jumlalari o'sha yerdagi hammasini o'rgandik. Endi birinchi marotaba mana shu darslikda aytilmagan holda hadislar ham kirgan. Hadislardan namunalar ham bor edi. Arab maqollari deb aytib kiritilgan, lekin asli hadislardan olingan shular ham mana shu kitobda bor edi. Bular hammasi endi arab tilini o'rganishga talabalarga juda katta yordam bergan. Endi biz o'zimizni ham o'rganayotgan mahalda biron narsada kamchilik sezsak yo biron narsani tushunmasak oldilariga kirib mana shuni tushuntirib bering deydigan bo'lsak, jon dillari bilan o'tirib olib shuni hammasini oxirigacha shu tushuntirib yetkazib berardi shu odam. Haqiqiy olim Boqir Zokir Xolidov ko'z oldimga kelardi. Bugun olim Boqirjon Zokirov Xolidovning tavalludiga 120 yil to'ldi. Olimning bosib o'tgan umr yo'llariga nazar tashlar ekanmiz, beixtiyor barchamiz uchun, ayniqsa ilm ma'rifat olamiga qadam qo'ygan bugungi har bir yoshlarimiz uchun ibrat maktabini ko'ramiz. Ustoz Boqirjon Xolidovning ilm fanga bo'lgan cheksiz sadoqati va fidoiligi bugungi kunimizning iqtidorli yoshlariga ilm fan cho'qqinlarini zabt etishlarida o'z oldilariga qo'ygan ezgu maqsadlari sari ildamlik bilan qadam bosishlarida muhim o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Olim Boqirjon Xolidovning yuksak insoniy fazilatlari, kamtarligi, mehnatsevarligi, tinimsiz mehnati va mashaqqatli izlanishlari har birimiz uchun namuna bo'lib qoladi. Qoldirgan ilmiy va ma'naviy merosi avlodlar qalbida mangu yashaydi.